Kecha Hasan aka, kecha mana ko'p kishi ko'rib turadi. Instagramga chiqdi mashinangiz. Ko'zingizni oldida aka nechpulga olib, nechpulga sotdim. Ana shu qara Lacetti Gentra qilingan bor, polni navorotli. Mana shu odamniki edi kecha. Oldimga. Red Card mashinlarida. Shunday. Hasan aka nechpulga berasiz? Ko'ngil 70 biz 70. Ya u pullar olmaydi. Ha, aytavering. U pullar olmaydi. Hasan aka bo'ladigan bo'lsa ochiqcha ko'ring. 1.5 million beraman. Pastlik qilmaydi. Hozir siz yangini bahosini aytdingiz-da menga. Yangi 1.85 qo'ydim. Ya narxga chiqarib beradi. Qani Alisher aka? 85 million turibdi. Skidkasi 15 million. Dalni mana shunday. Olib to'lovni ofarmay qiladi. Ha, birdan olib sotdi, yo bo'lmasa pitovga beradi. Kecha pitovga beryapsizmi? Berdim, hayır. Qayda berishdi? Ya Red Card mashinlarda. Ijara mashina beriladi aka. Bular mashina navrot bo'ladi. Tiq etmasligi kerak. Siz kunlik mashina so'ramoqchi bo'lsangiz, kunlik misol 100 mingmi, 200 mingmi kunlik mashina bor. Qarshi shu odam ochgan faqat. Toshkentga borki, kelasiz kunlik mashina minib ketasiz. Vaqtni almashtiramiz mashina. Ha, baq shunday mashina, shu bilan chiqar shunday mashinalar. Chiroq odam. Ko'zimga siz qariga ko'rganman debdilar-da, baq. Mana kecha o'tirib keyin tanib qoldim. Red Card mashina, bu mashina ko'rib. Hasan aka oxiri necha pulga berasiz buni? 150 beraman. 9 ming yurgan benzinga ladnoy bezlik avtomat. Bemalol ishlab turdim. Ha, ishlab turgan sistemga. Hozir narxi sal tushdi Hasan aka, endi ochiqcha ko'ring. Men kecha sizni mashinangizni ham aka o'sha mashinalarni 2 oy oldin aka 80-90 million sotsa bo'laydi. 65 ga berib oldim shunday kelgan vaqtda. Mingan kelinlarimiz. Mingan kelinglar o'zi. Zarur iloji. Yana uraveramiz shunday. Hasan aka 130 million bo'lsa bering olaman, tavakkal. Yo'q, Alisher aka mahallangizdagi odamga 145 millionga olib berdim. Primerini. Ha, Alisher aka. Qora xuddi shunday propan. Xo'p, aka siz mashinangizni qo'yaman. Nomeringizni ayting Alisher aka. 99lik 698 66 66. Instagramdan telefon qilsangiz, endi bu yoqqa 50 kishi ko'radigan bo'lsa, Instagramdan 50 ming kishi ko'radi. Kimgadir to'g'ri kelib qoladi Hasan aka. Xafachilik yo'q bizda. Mana akajon.